Holvatar qilamiz qizlarjonlar. Qizigan qozonimizga yog' solamiz. Yog'imiz qizigandan keyin un solamiz. Sekin astalik bilan buni aralashtirib turamiz. Faqat aralashtirishni to'xtatmaylik qizlar. To'xtatsanglar, uninglar ozgina tagiga olishi mumkin. Rangi har xil bo'lib qolishi mumkin holvatari. Shuning uchun aralashtirib turasizlar. Bu holvatari bizani buvijonlarimiz, onajonlarimiz ko'p qilishgan. Juda ham shirin taom. Mana rangi o'zgardi. Молочный rangdan sal shokoladniy rangga kelganda siropimizdan sog'olamiz. Siropimiz ya'ni shakar bilan suv aralashgan bo'ladi. Venchik bilan tez-tez aralashtirsanglar, dumaloq bo'lib qolmaydi. Buni o'rtacha olovda qaynatamiz yaxshilab. 10-15 minut qaynaydi, o'zi quyilishni boshlaydi. Suyuqroq bo'lsa, qizlarjonlar buni ko'proq qaynatsanglar ham bo'ladi. Mana rangi chiroyli, mana o'zi quyiladi, rangi chiroyli bo'lib, keyin buni tarelkalarga suzib olamiz. Buni oldiga qatlama, chalpanglar, issiq nonlar bilan yesanglar, sovuq kunlarda zo'r ketadi qizlarjonlar. Hammanglardan podpiska, kommentariy, layklar kutib qolaman.